Assalomu alaykum aka-ukalar, Vodiy G'o'zozdan Instagram obunnachilari. Mana sizlarga bombamizni ikkinchi bosqichini tayyorlashni ko'rsatamiz. Bu tayyorlanayotgan, toblanayotgan xo'rozlarga nima-nimaligini bitta hozir sanab o'taman, ko'rsat. Mana aka-ukalar, bu aralashmamiz oq sedana, semichkani mag'izi, mayiz, yashqoq urug', yong'oq, pista, yong'oq mag'iz, ili banan. Shularni hammasini qo'shib turib, mesorobkadan chiqarib olinadi-da. Keyin bularga mana zanjabil bor, zanjabil kukuni bo'ladi. Bundan bir qoshiq bundan qo'shib turib, mesorobkadan chiqarib olib turib hammasini. Bir qoshiq bundan qo'shib turib, 2 qoshiq asal qo'shib turib, hammasini aralashtirib, yaxshilab aralashtirib turib, beraverasizlar xo'rozlarga. Xudo xolasa effektini 2 haftada zo'r bildirib oladi. Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga ko'kalar. Kletkaga olingan jo'jalarning yemishi bir kunlik. Endi hozircha 6 tasi kletkaga olingan, 6 ta xo'rozni yemini tashab qo'yapmiz ko'kalar. Buni ichida bori qizil sabzi, sariq sabzi, olma, tuxum, bedana tuxum, oddiy tuxum, go'sht. Shuni o'zi, buni berishdan oldin men o'zim shaxsan beriladigandan shu oq juvori beraman. Makka beraman, yegincha yeb olinadi. Keyin bularni beramiz. Bir kunlik yemish aka-ukalar. Endi hamma qo'ldan kelgancha beradi. Endi bundan ortig'i ham juda odamdan ustun bo'lib ketib qoladi. Bular qimmat tushmaydi, arzon narsalar. Ichida bitta go'sht qimmat xolos. Bir kunlik ovqat shu, bu at-xut qolganlarni makiyonlarga berib yuboramiz aka-ukalar. Hozirgi kunda men shunaqa pitaniya qilib boqyapman jo'jalarni. Endi xo'rozlarimiz juda ko'p emas hozircha. Bular boqilayotgan xo'rozga ham bo'laveradi. Endi joy-joyda qilib berilaveradi aka-ukalar. Arzonchi, ham foydasi kattaroq, yaxshi. Effekt yaxshi aka-ukalar. Interesga tashab qo'yapmiz bilmaganlar uchun. Mana xo'rozlarning kechqurun ovqati. Kechqurun mana bitta bundan olinadi. Qo'shiladi. Bundan 2 ta qo'shiladi. Bitta go'sht qo'shiladi. To'g'ri. Bitta yarimta dona tuxumni po'chog'i bilan birga bunday qilib beriladi. Mana shu kechqurun hammasini yeb uxlaydi. Mana shuncha ovqat. Kelamini jo'jalarimizga kechki ujini. Sovza, piyoz bor, bir dona bedana tuxum bor. 500 so'm ekan bedana tuxumning narxi. Buni o'shatgan molni chuki qizil o'ngachi bilan qaynatilgan. Mana shu xo'rozlarga beriladi. Sovza, piyoz, bir dona bedana tuxum, po'choq-mo'chog'i bilan. Keyin go'sht bir 70-80 gram atrofida. Mana shularga shunday qo'yiladi akalar. Mang'ira-mang'ir. Bundan keyin aralashma don beramiz. Kela o'sha sovza, piyoz, go'sht, tuxumlarni yeb olgandan keyin buni aralashmani beraman. Faqat kechqurun bir mahal yeydi. Bo'ldi, shu bilan kechki payt kutadi mana akalar. 7-8 xilvat aralashma bor. Mana akalar, assalomu alaykum. Bunaqa baloni ikrasi, yog'lari, ziboylari bo'ladi-yu o'zi o'pishadi. Ziboylariga anaqa har xil speskorni aralashtirib shuni xomligicha beramiz akalar. Xudo xolasa yaxshi bo'lsa kerak. Faqat ko'p berib yuborsa ichini surib yuboradi. Shu yo'llarga ham ahamiyat berasizlar. Bugun mana 2-yanvar tug'ilgan bir baloxo'rlik. Ikrasi bo'pti, faqat ikra. Assalomu alaykum obunachilar, bugun noyobrist vaqtida sizlar bilan gaplashamiz. Boshladik unda. Ko'jalarni yaltiratadi, tuxumga keladigan to'g'larimizni tezlashtiradi tuxumini.
Boshladik unda. Xo'p, parvoz akalar, donimiz tayyor bo'ldi. Yemishimiz. Bunga balo yog'idan qo'shdik. Taxminan 500 grammdan aralashmalarimizdan qo'shdik. Cho'jalarga eng yaxshi ozuqalardan biri hisoblanadi. Aka-ukalar, anorda to'xtatmanglar iloji boricha. Anorda effekti zo'r. Ichini qotirishga, ichini o'tkazilmaslikka zo'r. 20 ta 25 ta donadan kuniga bir o'sha dondurniya bo'lgandan keyin berib turadi, to'xtatmanglar. Olma ishtahasini ochadi. Shu narsani to'xtatmanglar, eslaringizdan chiqmasin. Keyin go'sht tuxumini berib olasizlar. Sizlar uchun bu video. Jigarlar birgalikdamiz.